Sizlarga keyin bitta savolim bor-da. Bunday qaranglar, bunday bir normal, hammasi yaxshi-da. Nimaga bolalar menga gap ochishga qo'rqar ekan? O'rtalarim aytadi, sen bilan yursa bolalar gap ochishga qo'rqadi, bizlarga ham yigitsiz qolamiz deb kuladi ba'zilar. Ana gap otmaydi-da sen bilan dedim. O'zimiz yursa yomon gap otishadi, boshqa qilishadi. Sen bilan yursa gap otmaydi dedim. Nima shunaqa qo'rqinchliman bu? Yo'q edi, men jinnimi siladi qo'yaman o'zimcha. Yo'q rostdan deydi, sen bilan yursa bizga hech kim gap otmaydi, gapirmaydi ham dedim. Nima? Ko'rinishimdan nuda JSga so'kinib, men urishadigan qizga o'xshayman, unaqa emas. Men bunaqa kechda qanaqa yerga tegaman, bolalar gapirishga menga qo'rqsam. Kompliment qilishga qo'rqadi, блядь, пиздец.